zulmga imkoni bor deb sukut qilish savr emas, xorliq deb bilgan payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom jiddiy qo'shin hozirlaydi. Hayotlikni, jinimizni, yashashni yaxshi ko'rib, o'limdan qo'rqqanligimiz uchun qo'limizda na vatan qoldi, na iffat qoldi, na nomus qoldi. Biz ilgirki dersimiz deganimizdek musulmonlar Allohning yordami bilan Badr urushida g'alaba qilgandan keyin ularning Madinadagi siyosiy kuchi nihoyat yuksaladi. Makkalik mushriklar bo'lsa mag'lubiyatdan keyin g'azabdan o'rtanadi. Ular payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomni yo'qotish uchun har xil suiqasd va planlarni tuzadi. Makka mushriklarining cho'nglaridan Safvon ibn Umayya, Umar ibn Vahb ismli mushrik bilan Badr urushi haqida paranglashib, ichi nihoyat qaynab ketadi. Umar ibn Vahbning o'g'li Badr urushida payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning qo'liga asir bo'lib tushib qolgan edi. U Safvonga agar mening ustimda qarzim bo'lmagan bo'lsa, agar men o'lib ketsam, bolalimning qanday qilishidan ansirmagan bo'lsam, men Madinaga maxfiy berib, Muhammadni o'ldirib, o'g'limni qutuldirib kelgan bo'lardim deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomni o'ldirish kuyida yurayotgan Safvonga Umarning gapi izlayotgan narsani topgandek tuyuldi. Va uning darhol unda bo'lsa ustundagi qarzlarning hammasi menga hisob. Agar sen bu yo'lda o'lib ketsang, bolalarning holidan men xabar olaman, men senga va'da beraman, sen berib Muhammadni o'ldir deydi. Umar ibn Vahb unda bo'lsa kelishdi. Men bu ishni bitirmaguncha bu ishni hech kimga aytmaymiz deyishdi. Shundaqla Umar ibn Vahb zaharli qilichini esib Madinaga qarab yo'lga chiqdi. O bir qancha kun yo'l yurgandan keyin Madinaga yetib keladi. O Madinaga yetib kelishiga uni Hazrat Umar ko'rib qilib, "Ma'u Allohning dushmani hargiz yaxshilik bilan kamidi. Buning bir g'arzi bor" deb darhol uning qishiga boradi. Va uning yoqasini elib, "Ey Allohning dushmani, bu yerga nim deb kelding?" deb yoqasidan so'ragan pati payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomni yeniga elib keladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Hazrat Umarga uni qo'yib deydi. Hazrat Umar uni qo'yib etadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom yaqinroq keldi deydi. Umar ibn Vahb payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga yaqinlashadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom nima uchun kelding deydi. Umar ibn Vahb o'g'limni qutuldirg'ili keldi. Ya'ni to'lam bolamni ilib ketgili keldim deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom agar sen rost o'g'limni qutuldirg'ili kelgan bo'lsang, nima uchun zaharli qilichingni esib kelsa deydi. Umar hayron qoladi. "Ey Muhammad, sen bu qilichning zaharli ekanligini qanday bilsa?" deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Umarga, "Ey Umar, sen Makkaning palon yerida Safvan bilan mundaq gaplarni qilishding. Sen agar ustimda qarzim bo'lmagan bo'lsa, agar Muhammadni o'ldirish yo'lida o'lib ketsam, bolalimning nima ish qilishidan ansirmagan bo'lsam, ya'ni holidan xabar oladigan odam bo'lgan bo'lsa, men berib Muhammadni o'ldiratdim" deding. Safvan sening qarzingni ustiga oladigan. Agar sen bu yo'lda o'lib ketsang, bolalimning holidan xabar oladigan bo'ldi. Shuning uchun sen meni o'ldirgili kelding deydi. Umar ibn Vahb payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning gapini anglab gangrabla qoladi. Chunki Umar Safvan bilan bu gaplarni deyishgan vaqtida uning qishida hech kim yo'q edi. U yana kelib bu gapni deyishib, at degan yo'lga chiqib, nihoyat tezlikda Madinaga yetib kelgan edi. Bu gaplarni payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga farishta yetkazmasa, uningdan boshqa bir odamning yetkazishi mumkin emas edi. U bir oz xiyolga patgandan keyin, "Ey Muhammad, sen haqiqiy Allohning elchisi ekansan. U gapni qilishgan vaqtimizda men bilan Safvandan boshqa hech kim yo'q edi. Bu ishni Safvan bilan mendan boshqa hech kim bilmaydi. Sen haqiqatan Allohning elchisi ekansan. Allohdan boshqa iloh yo'q. Sen Allohning elchisi" deb shu vaqtning o'zida shahodat aytib musulmon bo'ladi. Yoqasidan so'rab elib kelgan Hazrat Umar uni quchoqlab ketadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom qarindishinglarga dinni o'qitib qo'yinglar, uning o'g'lini qo'yib etinglar deydi. Shunday qilib Umar ibn Vahb Madinada bir qancha kun turib qoladi. Shundaqla islom ta'limotlari, ibodatlar va aqida ahkomlarini o'rganadi. Bir qancha kun turgandan keyin payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomdan ruxsat olib Makkaga qaytadi. U Makkaga qaytgandan keyin islomni maxfiy holda boshqalarga taqib, uning sababi bilan nurg'ulg'an kishilar musulmon bo'ladi. Qarab boqadigan bo'lsa, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning hamrohlarining ochiqi hargizmi bir odamning shaxsiyatiga yoki uning mijoziga yoki uning qabilasiga yoki uning oymiqiga qartilmagan edi. Umar ibn Vahb kafir vaqtida Hazrat Umar uning yoqasidan so'rab, dushkanlab payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning qishga Umar ibn Vahb musulmon bo'ldi. Shu so'rinning o'zida yoqasidan so'rab akirgan Hazrat Umar uni quchoqlab bag'riga bosdi. Shundaqla Hazrat Umar men mushriklardan Umar ibn Vahb nihoyat sat ko'natdi. U musulmon bo'lgandan keyin musulmonlar ichidagi eng suyimli kishiga aylandi deydi. Demak bizning birovni yaxshi ko'rishimiz yoki yomon ko'rishimiz, hattoki tanqidlashimiz uning e'tiqodiga yoki qilgan ish harakatiga qartilish kerakki, hargizmi uning shaxsiyatiga, qabilasiga, millatiga, oymiqiga qartilmaslik kerak. Madinadagi yahudiylar musulmonlarning Madinaga kuchlanishini o'ziga tahdid va iqtisod tomoniga urilgan xanjar deb qarab, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom va musulmonlarga qarta har xil suiqasd va yomon g'arazlarni planlashga boshlaydi. Biz ilgirki darslarimizda o'tganimizdek, Madinadagi Aws va Xazraj qabilasining o'rtasida 120 yilga suzilgan qonliq urush va o'ch adovat bor edi. Islom kelgandan keyin ularning orasini birlashtirib, bir ummat, ya'ni tavhid bayrog'ining ostiga to'plab bir jasad qilgan edi. Lekin yahudiylar ularning birlashganligini o'ziga tahdid deb qarab, ularning orasiga o'ch adovat urqini chechish orqali yana ularni bo'lib o'tish uchun har xil suiqasdlarni planlaydi. Bir kuni Aws va Xazraj qabilasidan bir to'p kishilar bir yerda o'ltirib, nihoyat qiziq paranglashayotgan vaqtida ularning yoniga Yahudiydan birisi kelib o'ltirdi. Birdan o'ltirgandan keyin bu Yahudi Aws va Xazraj qabilasining o'rtasida yuz bergan qonliq urush, ya'ni Buas urush haqida ig'iz ochdi. Ularning orasidagi parang temasi Buas urush haqiga yetkazdi.
birisi uni deb, birisi buni deb ular takallashib qoladi. Takallashish tug'ansir jidalga aylanadi. Ularning ichidagi jidal taraqqiy qilib, yana shunday urush bo'lib qolsa biz yana tayyor deb ikki musulmon qabila, ya'ni Aws va Xazraj qabilasi o'rnidan turishib birisi-birisiga qilich tanligili tas qoladi. İki musulmon qabilaning o'tirishqa kod adovat urug'ini chechib bo'lgandan keyin heliqi Yahudi oradan g'oyib bo'ladi. Bu shu vaqtda bu xabar payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamga yetib keladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam keyiniga bir bo'lak ansar sahobalarning hammani agashtirib, ularning yoniga darhol yetib keladi va ularga darhol qilichlarni g'alabaga silinglar deydi. Sahobalar asta qilichlarni g'alabaga silishadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam men oranglarda tursam, mushundoq qilamsizlar. Alloh taolo sizlarga islom ne'mati ato qilib, sizlarni birlashtirdi va sizlarning kuchinglarni ustun qildi, yuksaltirdi. Jahiliyat davridagi ishni yana so'rab chiqamsizlar deb payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam ularga qaydi va ularga nasihat qiladi. Ular o'zining nihoyat xatolashganligini his qilib, pushaymon qilib payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamga o'zr aytadi va o'zaro birisi bilan quchoqlashib, birisidan kechirim so'rashadi. Lekin yahudiylar musulmonlarni parchalash uchun buni bilan bo'ldi qilmaydi. Ular musulmonlarning qalbiga shubha tashlab, ularni iymondan yondirish uchun bunday bir usulni qo'llandi. Yahudiylar aytganda payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam yana kelib, "Ey Allohning elchisi, islom dini haqiqat dinkan. Biz musulmon bo'ldik" deb payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamga musulmon bo'lganligini aytadi. Kech kirgan vaqtida kishilarning orasida bu islom dini haqiqat din emas ekan, biz dinimizdan yandiq deb aytganda musulmon bo'lib, kechdi iymondan yenish orqali musulmonlarning iymoniga shubha tashlamoqchi bo'ladi. Hatto qarz bergan kishilar musulmon bo'lsa, ularni har xil usullar bilan pulni jiddiy qaytarishga qistaydi. Yahudiylarning bu askiligi payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamga yetsimi, payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam yangi shakllangan Madinaning muqimligini ko'rsatib sabr qiladi. Munofiqlar bo'lsa, ko'rinishda musulmonlarning yanida turganda qilgan bilan yahudiylarning qashqa berib, yahudiylarni davomli musulmonlarga qarshi kuch ko'rsatadi va musulmonlarning ichidagi ojiz nuqtalarni yahudiylarga yetkazib beradi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam hijraning 2-yili 10-oyda, ya'ni Shavvol oyida Hazrat Abu Bakrning qizi Oyisha bilan uylanadi. Oyisha ilgari Mut'im ibn Adining o'g'li bilan gul qo'yilgan edi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam Hazrat Abu Bakrning uyiga elchi avatgan vaqtida Hazrat Abu Bakr garchi gul qo'ygan taraf mushrik bo'lsa-mu, so'ziga vafo qilish uchun ularning uyiga odam avatadi va qizni hali ham o'g'liga talab qilganligini so'raydi. Mut'im ibn Adining o'g'lining onasi yugurib chiqib, Abu Bakr o'zining dinidan yondi, ota bo'g'lining dinini tashladi, Muhammadga agashdi. Uning qizni hargiz o'g'limga appamayman deydi. Hazrat Abu Bakr bu javobni anglagandan keyin nihoyat xursand bo'lib, Hazrat Oyishani payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamga yotliq qiladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam ko'p ayollik bo'lgan. Ya'ni Hazrat Oyisha uylangan vaqtida payg'ambarimizning amrida savdo bor edi. Ammo payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam hech qachon hech qaysi bir ayolini o'z manfaati yoki shaxsiy nafsi uchun olgan emas. Masalan, savdoni uning yo'ldoshi vafot bo'lgandan keyin uning tuqqanlari uni iymondan yondirishga majburlagan vaqtida homiysiz qolganligini ko'rib payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam uni amriga erish orqali uni iymonni saqlab qolgan. Hazrat Oyishani elishining sababi bo'lsa, payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam islom dinini kishilarga yetkazadigan elchi. Ya'ni payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning yurish turishi, uning uy ichidagi ahvollarning hammasi islom dinining ta'limotlari. Shuning uchun payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamdan islomning inchki ta'limotlarini ko'rib, bilib, uni musulmonlarga yetkazish uchun payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam yangi aqlga, yangi zehnga ehtiyojli bo'ladi. Shuning uchun payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam 9 yoshli Hazrat Oyishani amriga olgan. Hazrat Oyishaning zirakligi va yangi narsalarni o'rganishga bo'lgan qizg'inligi sahobalarning orasida nihoyat mashhur edi. Shuning uchun Alloh taolo Hazrat Oyishani payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning ayoli bo'lishga tanlagan. Shunga Hazrat Oyisha bizga o'zi tug'ilishdan burun yuz bergan ahvollarni payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamdan bir-birlab so'rash orqali bizga yetkazgan. Masalan, hammamizga mashhur bo'lgan vahiyning tunji tushgan voqealigi bor. Ya'ni Jibril alayhisolam payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamga Hiro g'origa vaqtida kelib o'qo deb buyruq qilgan hadis. Bu hodisa Oyisha dunyoga kelishidan ilgari yuz bergan. Ammo bu hadisni bizga Hazrat Oyisha yetkazdi. Hazrat Oyisha o'zi shohid bo'lgan bu ahvollarni bizga qanday yetkazdi? Gap mushu yerda. Ya'ni Hazrat Oyisha yangi narsalarga nihoyat qiziqadigan, ya'ni o'zi bilmaydigan narsalarni payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamdan so'rab, bu vaqt qanday bo'lgan, sizlarga vahiy tushgan vaqt qanday bo'lgan deb tafsiliy so'raydi va u ma'lumotlarning hammasini bizga Hazrat Oyisha onamiz yetkazdi. Demak, Hazrat Oyishaning payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamga yotliq bo'lishi islomning inchki tafsilotlarini bizga yetkazish uchun. Ammo Hazrat Oyishaning payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamga yotliq bo'lgan vaqtidagi yeshi biz musulmonlarga yot bilinishi mumkin. Buni bugun kunimizdagi tarixdan ma'lumot yo'q ba'zi munofiqlar ko'tirib chiqib payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamga haqorat qilish uchun vosita qilib oladi. Amaliyotda biz tarix qarab boqqan vaqtimizda payg'ambarimizning davrida 9 yoshli qizlarning o'yinishi normal ish edi. Yana kelib Hazrat Oyisha payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamga yotliq bo'lishdan ilgari Mut'im ibn Adining o'g'liga gul qo'yilgan edi. Bu vaqtda bunchalik yoshli qizlarning gul qo'yishi, shundaqla o'yinishining normal ish ekanligini ko'rsatdi. Yana birisi Madinada bir to'p kishilar bor. Bu kishilar bo'lsa musulmonlikdan bir xatolikning sodir bo'lishini, musulmonlarning kishilar ayb sanaydigan bir ishning yuz berishini to'rt ko'z bilan kutib turadi. Agar musulmonlardan shu jamiyatda kishilar ayb sanaydigan va qabul qilinmaydigan bir ish yuz bersa, u ishni ko'tarib chiqib payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam va sahobalarga hujum qiladi. Agar payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning 9 yoshli Hazrat Oyishaga o'yinishi shu davrda yomon ko'rildi
qiladigan, ayib soladigan ish bo'lgan bo'lsa-da, munofiqlar bu ishni ko'tarib chiqib payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamga haqorat qiladi. Chunki munofiqlar bunday fursatni hargiz o'tkazib o'tmaydi. Ammo munofiqlar payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamda yo'q ishlarni bahona qilib tillagan bo'lsa-mu, lekin Hazrat Oyshaga o'ylangan voqealikni hech qachon bahona qilib tillamagan. Chunki munofiqlarmi, musulmonlarmi, mushriklarmi, ya'ni shu davrdagi hamma odamlar bu yoshdagi qizlarga o'yinishi u davrda normal ish edi. Biz 14 asr burunqi davrga emas, ota-bobolarimizninki qancha yosh to'y qilganligini so'rab baqadigan bo'lsak, yoki bilsak, eslab baqadigan bo'lsak, payg'ambarimizning davrida, ya'ni 14 asr burun qizlarning 9 yoshda to'y qilishniki normal ish ekanligini ko'rib olamiz. Madinadagi musulmonlarning kundan kunga siyosiy jihatda yuksalishi va ijtimoiy ta'sir jihatda atrofga kengayishi natijasida Madinadagi yahudiylar buningga chidamaydi va kundan kunga bearam bo'lishga boshlaydi. Bo'libmi, Banu Nazir yahudiylarning katta boshlarining birisi bo'lgan Ka'b ibn Ashraf va Banu Qaynuqa yahudiylar payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom va sahobalarga o'chmanlikni oshkor e'lon qilishga boshlaydi. Ka'b ibn Ashraf Banu Nazir yahudiylarning oqsoqolarining biri bo'lib, tunilgan shoir edi. U musulmonlarni haqoratlab she'r yozishga boshlaydi. Hatto musulmon ayollarga qabih so'zlarni ishlatib she'r yozadi. Keyin taraqqiy qilib, hatto payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomni haqoratlab she'r yozadi. U kundagi shoir bugun kunimizdagi axborot vositalarining o'rnida turadigan bo'lib, bir odamning ko'tirish va tushirishda nihoyat muhim o'rinda turadi. Qaynuqa yahudiylarning buncha ko'ranlishi bo'lsa, o'ziga nihoyat ishonatdi. Chunki Qaynuqa yahudiylar bo'lsa, Madinadagi yahudlarning eng kuchli aymaqi edi. Atir va oltin bozori ularning qo'lida edi. Shundaqla ularning muntizim 700 askari bor edi. Shuningla payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bilan qarshilashishdan ancha qo'rqib qolmaydi. Ular mushundaq mug'ambarlik natijasida musulmonlarga bo'lgan o'chmanlikni kundan kunga oshkorlashga boshlaydi. Do'koniga musulmonlar kirsa, ularga qattiq gap qiladi. Ular musulmonlar bilan uchrashgan vaqtida musulmonlarningki assalomu alaykum, sizlarga omonlik bo'lsin degan bu salomini o'zgartirib, o'zining qalbidagi narsani oshkorlash uchun assalomu alaykum, sizlarga o'lim bo'lsin deb gapni o'zgartirish, yiqin qilish orqali ularni masxara aralash haqorat qiladi. Bu oraliqda payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga hijob oyati tushadi. Musulmon ayollar yo'ginishga boshlaydi. Musulmon ayollarning hijoblanishi yahudiylarning o'g'usini qaynitadi. Yahudiylarning musulmonlarga bo'lgan haqorati va kamsitishlari kundan kunga taraqqiy qilmoqda. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Qaynuqa yahudiylarning cho'ngli bilan ko'rishib, ularga bunday qilmaslikni, Madinaning tinchligini saqlashini aytadi. Agar Madina vasiqasiga amal qilmay mushundaq ishni davomlashaversa, Qurayshlarning beshiga kelgan kun ularning beshiga keladiganligini ogohlantiradi. Ular payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning bu gapini anglagandan keyin, "Ey Muhammad, sen bizni urush qilishni bilmaydigan Qurayshliklarga o'xshatib qolma. Bizning muntizim askarimiz bor. Agar sizlar bizdan urushib qolsanglar, shu vaqtda urushning nima ekanligini bilasizlar" deb payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga tahdid soladi. Ularning bu gapi payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga "Gaping bo'lsang maydonga chiq" deganga o'xshash jang e'lon qilish edi. Lekin payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hech qachon hissiyat yoki ochiqni kayni kirib ish qilmaydi. Har ishda Allohning yo'l yo'riqini kutadi. Shuning uchun yahudlarning bu muomalasi qarta Alloh taolaning yo'l ko'rsatishini kutadi. Bir kuni sahobalarning ayollaridan bir sahoba ayol yahudiylarning Qaynuqa bozoriga kelib, bir zaganing do'koniga kiradi. Yahudi zaganing do'konida bir qancha yahudilar o'ltirayotgan bo'lib, bu musulmon ayolni ko'rib, uningga haqorat qiladi va poxorlik qiladi. Bu musulmon sahoba ayol ularga nihoyat qo'pollik bilan raddiya beradi. Do'konning egasi yahudi bu ayolning kiyimining bir uchini uningga ko'rsatmasdan o'rindiqning bir tarafiga bog'lab qo'ydi. Bu sahoba ayol ishlarini tugatib o'rnidan turishig'ila kiyimi tortilib, uning kiyimi silinib ketadi. Badallari eshilib qoladi. Bu ayol nomusdan ulay deb qoladi. Bu ahvolni yiroqdan ko'rib turgan bir musulmon yugurib kelib qilichini chiqarib u yahudi zagani urib o'ldirib o'tadi. Do'kon ichidagi yahudilar bu musulmon sahobaga har tarafdan hujum qilib, uni urib o'ldirib shu yerda shahid qilib o'tadi. Bu xabar payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga yetib keladi. Savrning cheki bo'ladi. Zulmga imkoni bor deb sukut qilish savr emas, xorliq deb bilgan payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom jiddiy qo'shin hozirlaydi va qo'shinning bayrog'ini Hamzaga tutqizib, o'zi boshchilik qilib Qaynuqa yahudilarining sepili taraf qarab maqdi. Qaynuqa yahudilari payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning qo'shin boshlab kelganligini anglab, sepil ishlarining hammani taqab, sepilning ichiga bekinib oladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom sepilning atrofini hammani muhosiraga oladi. Shunday qilib bu muhosira 15 kun davomlashadi. Yahudilarning sepilning ichiga akirib olgan yemak-ichmaklar tugashga boshlaydi. Yahudilar amalsiz payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning hukmiga qoyil bo'lganligini e'lon qiladi. Shunday qilib ular sepilning eshigini ochadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom old bilan yahudilarning hammasini qurolsizlantiradi. Ondan keyin yahudilarning hammasini Madinadan chiqib ketish jazosini beradi. Qaynuqa yahudilar amalsiz yuk taqlarini olib Sham tarafga ko'chib ketadi. Shunday qilib Madinadagi 3 yahudi aymaqidan 2 aymaq qolib qoladi. Qarab baqadigan bo'lsak, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bir ayolning ipitini qo'g'dash uchun qo'shin tortdi. Bir musulmon sahoba bir ayolning ipiti daxil uchug'ili qolib qolgan vaqtida uni qo'g'dash uchun jinni qurbon qildi. Ammo biz hayotlikni, jinimizni, yashashni yaxshi ko'rib, o'limdan qo'rqqanligimiz uchun qo'limizda na vatan qoldi, na iffat qoldi, na nomus qoldi.
Shuning uchun bizda shu narsa aniq bo'lishi kerakki, o'limdan qo'rqmasligimiz kerak. Vaqti kelganda biror musulmonning ippitini qo'g'lash uchun jinimizni paydo qilsak tamoman arziydi. Bu hodisadan keyin Banu Nazir va Banu Qurayza yahudilarining cho'nglari payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning yoniga keladi va o'zlariningki Qaynuqa yahudilarga o'xshash qilmaydiganligi, musulmonlarning kamsitmaydiganligini aytib, o'zlarining Madina vasiqasiga, ya'ni Madinaning davlat qonuniga sodiq qolganligini aytadi. Shundaqla Banu Nazir yahudilari Ka'b ibn Ashrafning qilganining o'ziga vakillik qilganligi, uning oymoqqa vakillik qilmaydiganligini aytib, uningdan oymoqning juda ekanligini aytadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam ularning o'zrini qabul qiladi. Ka'b ibn Ashrafning yomonligi bo'lsa yana besmaydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamni haqoratlab she'r o'qiydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam sahobalarga Ka'b ibn Ashrafga qaysonlar tetisizlar deydi. Sahobalar ichidan Muhammad ibn Maslama degan sahoba mana men tetimay Rasululloh, ammo menga bir ish ruxsat qilsang deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam qaysi ishqa deydi. Men uning qishig'iga berib, uni aldash uchun sil to'g'riliq ba'zi bir yomon gaplarni qilaman, shuningga rozi bo'lsinlar deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam nima deydi bilamsizlar? Bo'ladi deydi. Muhammad ibn Maslama va bir qancha hamrohlari Ka'b ibn Ashrafning yoniga borib, Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam haqida bir qancha gaplarni qilib, tapatani qiladi. Ka'b ibn Ashraf texa bu boshlanishi, bundan keyin tuyib qolasizlar, uni beshinglarga olib ko'tadinglar, u texa sizlarning beshinglarga chiqadi deb ularga texami tapatani qiladi. Ular yana chandurmay, endi biz beshida shundoq agishib saptoq, ikkinchi bir gap bo'lar deb Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamdan zirikgandek va agashganlikka pushmon qilgandek tuyg'uni uningga beradi. Shundoq qilib uningga yaqinlashadi. Muhammad ibn Maslama va uning hamrohlari bir kuni kechikda Ka'b ibn Ashrafning uyiga keladi va jur sirtqa chiqib aylanayli deydi. Ka'b ibn Ashraf bo'ladi deb sirtqa chiqadi. Ular Ka'b ibn Ashrafni odam yo'q yo'qyaga olib, hammasi tanqilib o'ldirib o'tadi. Shunday qilib Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning yoniga keladi va Ka'b ibn Ashrafni o'ldirib o'tganligini aytadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam takbir aytib, ularga opranni qo'ydi. Aytsa Banu Nazir yahudilari katvoshlarning birisi bo'lgan Ka'b ibn Ashrafning o'ldirilganligini ko'rib, put-qo'llari sirqiraydi va musulmonlar va Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamga qarshi turishdan noat ehtiyot qildigan bo'ladi. Hijratning 2-yili 11-oyda, ya'ni Zulqa'da oyida Hazrat Ali Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning qizi Fatimaga o'yinish niyatining borligini atrofdagilarga aytadi. Bu gap Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning quloqiga ozroq kirib qoladi. Hazrat Ali Fatimani Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning o'zidan so'rash uchun Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning qishig'iga keladi. Ammo Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning oldiga kelgan vaqtida Fatima haqida ig'iz ochamay yuzlari qizdirib ketadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam uning alfozidan uning nima maqsadga kelganligini tushunib qoladi. Va uningdan "Ey Ali, nima uchun kelding?" deydi. Hazrat Ali yana deyanmay yuzlari qizdirib ketadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam qizim Fatimani so'rab keldingmi deydi. Hazrat Ali yuzi qizagan holda "Ha, ey Rasululloh" deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam "Mahriga bagudek bir narsang bormi?" deydi. Hazrat Ali "Yo'q" deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam "Men senga bergan hiliqi savut nada?" deydi. Hazrat Ali "U bor, uning qiymati faqat 4 dirham" deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam "Shu bo'lsa kifoya. Shuni mahriga ber" deydi. Hazrat Ali 4 dirham qiymatidagi savutini Hazrat Fatimaning mahriga berib, uni amriga oladi. Agar to'yliqning qimmat bo'lishi qizning qimmatini ifodalasa edi, Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam dunyo xonishi eng suyimlik bo'lgan qizi Fatimani Hazrat Aliga 4 dirham qimmatidagi savut qilib bermas edi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam o'zi Hazrat Oyshaga o'yinlan vaqtida uning mahri haqqiga 500 dirham berdi. Ammo qizini bo'lsa 4 dirham qimmatidagi savut qilib berdi. Demak Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam bir vaqtida jiq berdi, ala vaqtida oz oladi. Mana bu Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning axloqi. Shu yili 12-oyda musulmonlarga Qurban hayit yo'l qo'yildi. Musulmonlar qo'y bo'g'izlab Qurban hayitini nihoyat xushal-xuram o'tkazdi. Musulmonlarning bunday xushal-xuramga cho'mishiga Madinadagi yerlik yahudiylar va munofiqlar chiday olmay qoladi. Badr urushidan keyin Makkadagi mushriklarning cho'nglari bo'lgan Abu Sufyan "Men Muhammad qarshi urush qilmoqchi oyolimga yaqin kelmayman" deb qasam qilgan edi. U qasamiga amal qilish uchun 200 kishilik qo'shin bilan Madinaga 20 kilometr keladigan yiroqlikdagi bir bog'ga tushdi. U Madinaga hujum qilishni niyat qilib kelgan bo'lsa-mu, ammo Madining atrofidagi mudofiani ko'rib, Madinaga hujum qila olmaydiganligiga ko'z yetdi. U oxiri Madinaga 20 kilometr yiroqlikdagi heliqi bog'ga o't qo'yib o'tib va bog'dagi bir ansar sahobini o'ldirib qochib ketdi. Bu xabar Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamga yetib keldi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam sahobalarni ergashtirib ularning keyini qo'g'lagan bo'lsa-mu, ular allburun Makkaga berib oladi. Ular jon saqlash uchun elib kelgan yuk taqlari va talqonlarning hammani qoldirib qochgan edi. Shuning uchun bu urushda Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam ulardan nihoyat zo'r miqdorda talqon, ya'ni quritilgan uzuq qo'lga tushirdi. Shu sababdan bu urush Saviq urushi, ya'ni talqon urushi deb ataladi. Hijratning 3-yili kiradi. Musulmonlarning kuni kundan kunga yaxshilanishga qarab mangdi. 3-oy bo'lgan vaqtida Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam qizi Ruqiya vafot bo'lgandan keyin yolg'iz qolgan kuyovli Hazrat Osmonga yana bir qizi Ummu Kulsumni yotliq qiladi. Yozning yetib kelishi bilan mushriklarni g'am bosadi. Chunki Shamga karvon yo'llayli desa, karvonlar Shamga boradigan yo'l bexatar emas. Ya'ni musulmonlar u yo'lni to'sa oladi. Qanday qilamiz deb ular jiddiy maslahatlashadi. Ular maslahatlash orqali biz karvon orqali jon boqadigan xalq. Agar bizning savdo yo'limiz bunday to'sib qolsa, biz iqtisodiy jihatdan zo'r chekinamiz, kuchimizni yo'qotamiz. Shuning uchun biz Shamga boradigan tijorat karvonlarimizning hammani tayyorlaymiz. Bu qatim garchi yiroq bo'lsa-mu, Iroq yo'li orqali boramiz deydi. Ular shunday qilib karvonni tayyorlashga tushadi.
Ular bu qatim 100 ming dinar qiymatidagi malni tayyorlaydi. O vaqtdagi 100 ming dinar bugun kunimizdagi taxminan 425 tonna oltinning qimmatiga teng. Ular shundoq zo'r summadagi tijorat karvonini noiti chang muhofazat bilan Iroq yo'li orqali Shamga yo'lga soladi. Bu xabar istixborot a'zolari orqali payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamga yetib keladi. Bu Makka mushriklarning iqtisodiy jon tomirini uzib tashlashdagi noiti cho'ng fursat edi. Agar bu karvonni to'siy olsa, Makka mushriklarni xilvak halsirta olaydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam jiddiy holda 100 kishilik qo'shin tashkillab, bu qo'shinga Zayd ibn Harisni qo'mondan qiladi va ularni bu karvonning oldini to'sishga va'dadi. Zayd ibn Haris boshchiligidagi bu qo'shin mushriklar karvoni bilan Najd rayonida uchrashadi. Ya'ni Saudiya Arabistonining hozirgi Riyaz atrofiga to'g'ri keladigan mush rayonida uchrashadi va ularning oldini to'sib, mallarning hammasini g'animat oladi va sog'-salomat Madinaga qaytarib keladi. Bu qatimqi g'animat Madina xalqining umumyuzlik shaklda iqtisodiy kuchini hassilab oshirib o'tadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Alloh taolo Qur'onda buyurgandek, g'animatning 5dan 1 qismini davlat xazinasiga ayirib olgandan keyin qolganini sahobalarga taqdim beradi. Bu vaqa mushriklarga nihoyat ig'ir zarba bo'lib, ularning iqtisodini nihoyat zo'r darajada keyniga chekindiradi. Mushriklar bu vaqadan keyin qattiq cho'chiydi va musulmonlarga sal qarag'ili bo'lmaydiganligini tunib yetadi. Va ular o'zining oldida ikki xil tanlash yo'li borligini tunib yetadi. Uning birisi bo'lsa, takabburligidan, cho'ngchiligidan yenib, musulmonlar bilan qarshilashmay inoq o'tish. Yana birisi bo'lsa, musulmonlarni taltuks yo'qotish orqali sha'nu shavkatini qaytadan tiklash. Quraysh mushriklarining oqsoqollari maslahatlash orqali ikkinchi yo'lni tanlaydi. Ya'ni payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom va uning sahobalarini taltuks yo'qotish orqali sha'nu shavkatini qaytadan tiklash va qisosini olish. Hijratning 3-yili Sha'ban oyida, ya'ni Ramazonning oldingi oyida payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Hazrat Umarning qizi Hafs bilan to'y qiladi. Ramazonning 15-kuni payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning nevrasi Hazrat Hasan dunyoga keladi. Ya'ni Hazrat Fatima va Hazrat Alidan Hazrat Hasan dunyoga keladi. Va mush oy ichida payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Zaynab binti Xuzayma bilan to'y qiladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning ayollari haqida maxsus ayrim tafsiriy to'xtalamiz. Bu vaqtda payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom qaysi ayoli bilan nima sababdan to'y qildi, qanday bir ilohiy hikmat, qanday bir diniy manfaat uchun to'y qildi, shu vaqtda texmi tafsiliy tushuna olamiz. Makka mushriklari payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom va sahobalarga qarshi keng ko'lamli urush qo'zg'ash uchun jiddiy tayyorlikka tushadi. Ular bu qatim payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom va sahobalarga qancha kishilik qo'shin bilan hujum qiladi, musulmonlar bu urushda g'alaba qilandi yoki mag'lub bo'landi, bu haqida tafsilotlar qiziqsanglar diqqatinglar kelarki darsimizda bo'lsin. Biz kelarki darsimizda tarixdagi mashhur bo'lgan Uhud urushi haqida to'xtalamiz. Gül Ahmedim, canda canan Muhammedim, kurban bulsun canım tenim, yollarınga Gül Ahmedim, Gül Ahmedim, Gül Ahmedim, canda canan Muhammedim, kurban bulsun canım tenim.